yetim bolani mana bugun masalan namoz o'qib kelganimizdan keyin hammamizdan farzand bo'lachaqa nevaralarni olib tushgan bo'ldik yoki qo'liga kecha pul bergan bo'ldik, o'ynab kelgan. Endi yetim bolalarda o'sha pulni beradigani yo'q. Gapirishga ham qiyin u. Juda mulzam bo'ladi. Bir kun shunaqa bayram edi. Hoji bobo. Bir bola ketyapti-da. Bola-cha endi u. Mali skuter dedim. Hamma bola ketyapti. Bola qo'lida narsa chiqyapti-da, bozordan chiqishyapti. Hammasi qo'lida shar, u narsa bu narsa. U bolani qo'lida hech nima yo'q ekan. Endi men ham tezmasdan sekin edim. Bobojon, mana men yelkalatib yoshlar bor. Qo'lingizdan nima? Qani siz qo'lingiz yeb qo'ydingizmi hamma narsalarni? Desam, mani pulim bo'lmadi, amaki bu narsalarni olganim. Qarang hozir bu. Bu mozra pul beruvdi, o'shanga ozgina bir narsa yegan bo'ldim. Qo'lida bir narsa bor. Hoji bobo qo'lida ozgina narsa bor ekan. Olibsiz-ku, desam, ukamga oldim-da buni, deyapti. Riyoga kirib qolmasin, endi ozgina narsa olib bergan bo'ldik-ku. Mashinaqada yetimlarni bugun ko'nglini olish kerak bo'ladi. Kecha bir bola, Hoji bobo qarang, zo'r gap gapirdi. Qoraka, men o'sha qurbonlik qilmoqchiman, lekin go'shtni tarqatmoqchiman. Nima maslahat berasiz, men kimga bersam bo'ladi? Endi bizni o'sha so'rayotgan joyida beradigan odam yo'q, chunki hamma o'ziga zo'r, go'sht tugasa go'sht oladigan sharoitda o'zi bersa bo'ladi hammaga ham. Lekin sizga mana aytaymi, kimga berishdi? Bir 10 tasha odam chiqdi. Hoji bobo o'sha go'sht olsangiz xursand bo'ladigan odamga bersangiz bugungi kunda. Chunki u go'sht yegan odam har kun go'sht yeydi, endi u go'sht ekan deydi. Endi o'sha ovqatida anchadan beri xolos shu bir kachka yo piyoz yo sozi bo'lib turgan odamning go'shti bo'lmasdan tabog'iga go'sht tushib qolsa qanchalik quvonadi. Endi bu ozgina bir ovqat bilan ko'nglini olish. Haligi bolaga qaytamiz, haligi bir narsa olib berilgan bola. Endi u bola duo qilgin degan bo'ldi-da, endi bir duo qilgin. Chunki Hazrati Umar roziyallohu anhu farzand o'sha bolachalarni ketagan bitta bolachani to'xtatib, "Ey bolam, bizni duo qilgin" dedilar. Oldida turganlari, "Ya, Amirul Mo'minin bu yosh bola bo'lsa, qanaqa qilib duo qiladi?" To'g'ri, bu bola yosh bola, lekin hali gunoh unga yozilayotgan yo'q. Biz Alloh bilguvchi gunohlar dengizida suzib yuribmizmi? Albatta bu bolaning duosi ijobat bo'ladi-da. degan so'z esimga tushib ketdi. Haligi boladan duo olgan bo'ldik-ku, lekin duo qilolmadi. Qo'lini ochib Alloh akbar deb endi bo'ldi-da, mana Alloh bilguvchi Hoji boboni. O'shuning uchun bugungi kunda o'sha bilamiz endi kimnikida shunaqa holatda bo'lib turibdi. İmkon qadarda ozgina o'sha bir narsani olib, "Ey bolam" yoki yo'q boshqa narsa desak juda ham xursand bo'ladi. Bir bolani o'rtag'i o'tib ketgan ekan, shu bilan tugatamiz. O'rtag'ining telefonidan telefon bo'lyaptimish. O'rtag'i ancha bo'ldi o'tib ketganiga, ancha bo'ldi. Bu qanaqa bo'ldi? O'rtag'im o'tib ketganda telefonni ko'tarsa, amaki bir bolacha telefon qilyapti ekan. Keyingi so'zidan bildiki, o'sha o'rtag'ining o'g'li, o'g'ilchasi ekan. Amaki, "Men velosiped mingim keldi-da, velosiped olib bermaysiz, olib berganingizda" debdi. Men gap topolmayapman deydi. Nima deyishga hayron, ozgina jim turdim. "Bolam, senga bu telefon nomerni kim berdi?" Dadam bir xat tashab ketgan ekan. Onam menga ko'rsatuvdi, o'qisam, "Ey bolam, biror narsaga agar zoriqib qolsang, shu nomerga telefon. Shu nomerga telefon qilsang, men shu nomerda bo'laman yoki meni bir o'rtag'im bor, shu nomerda bo'ladi. Shu so'raganingni so'rasang, inshaalloh olib beradi.
Shuning uchun men sizga qilyotgandim. Vala sapitni obarib dod deb yig'ladim. Bolam meni kechirgin. Men bilmabman. Seni shunga muhtojligingni bilmabman deb rosa yig'ladim deydi. Shuning uchun kelinglar bugungi kunda mana shunaqa oilalarga ozgina bitta xo'ras qand olib bersak ham xursand bo'ladi bola. Agar shunda jannatni sotib olmasak, biz qachon sotib olamiz u jannatni? O'zi bag'i borib qoldi, 50 dan o'tgandan keyin boshlandi oyog'imiz, qo'limiz orishi, farosatimiz ham ketib qolishi boshlandi. Va qawli haza va astaghfirullohi va alaykum assalomu alaykum va rahmatulloh. Canınız sağ olsun, arkadaş olabilirsin, otkeniniz, o da rahmet etsin. Vallahi zorlu havasını körün yeğen içkemden tüyanmaya doğan devletlerden bilsen, yüzler şekergen diyanız kalmaz diyorsan, yaxşı meselelerde kalın nasip olsun. Rahmet. Rahmet, salomat bo'linglar.